Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz nihoyatda muhim, ba'zan esa biroz noxush mavzuni yoritadi. Gap pensionerlarimizning mas'uliyati o'xshashi haqida ketadi. Ogohlantiruvchi belgi bejiz qo'yilmadi. So'nggi paytlarda pensiya ta'minoti tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda va bu o'zgarishlar nafaqat yangi pensionerlarga, balki allaqachon pensiya olib kelayotgan har bir fuqaroga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang. Chunki bugungi ma'lumotlar sizni juda katta muammolardan qutqarishi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart va videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizga kelajakda ham shu kabi muhim ma'lumotlarni yetkazishimizga yordam beradi. Xo'sh, muammoning o'zagi nimada? Ilgari pensiya tizimi biroz soddaroq ishlagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'p hollarda pensionerlarning turmush sharoiti yoki daromadlarida yuz bergan o'zgarishlar haqida ma'lumot berish majburiyati unchalik qat'iy nazorat qilinmasdi. Ba'zi bir holatlarda fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lmagan imtiyozlarni yoki qo'shimcha to'lovlarni bilmay yoki ataylab olib kelishlari mumkin edi va bu jarayonlarni aniqlash imkoniyatlari cheklangan edi. Davlat organlari o'rtasidagi axborot almashinuvi ham bugungidek tezkor va samarali emasdi. Ya'ni sizning boshqa tashkilotlardagi ma'lumotlaringiz pensiya fondiga har doim ham darhol yetib bormasdi. Bu esa afsuski ba'zi insofsiz kishilar uchun pensiya tizimidan noto'g'ri foydalanishga yo'l ochgan edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy to'lovlar va pensiya ta'minoti tizimida shaffoflikni oshirishga, mablag'lardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Eng muhimi, axborot texnologiyalarining rivojlanishi tufayli turli davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi avtomatlashtirildi va tezlashdi. Misol uchun, endi sizning mulkingiz, daromadlaringiz, oila a'zolaringiz haqidagi ma'lumotlar pensiya fondiga juda qisqa muddatlarda kelib tushishi mumkin. Bu degani, endi har bir pensioner o'zining ijtimoiy va iqtisodiy holatidagi iqtisodiy o'zgarishlar haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berishga majbur. Agar bu majburiyat bajarilmasa, jiddiy moliyaviy va hatto huquqiy oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni davlat endi nafaqat pensiya beruvchi, balki to'lovlar to'g'riligini faol tekshiruvchi organga aylandi. Bu o'zgarishlar mamlakatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va samarali qilishga qaratilgan. Keling, endi bu qanday o'zgarishlar ekanini batafsilroq ko'rib chiqaylik. Kim tashvishlanishi kerak va kimningdir xavotirlanishi shart emas. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlar barcha pensionerlarga bir xilda ta'sir qilmaydi. Asl e'tibor qo'shimcha imtiyozlar, nafaqalar yoki ijtimoiy yordam oluvchi pensionerlarga qaratilgan. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu sizning turmush tarzingizdagi yoki iqtisodiy holatingizdagi har qanday sezilarli o'zgarish haqida o'z vaqtida xabar berish majburiyatidir. Birinchi misol, oila tarkibidagi o'zgarishlar. Aytaylik, siz o'quvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa olayotgan, onasiz va voyaga yetmagan farzandingiz bor edi. Farzandingiz voyaga yetdi va ishga joylashib, mustaqil daromadga ega bo'ldi. Ilgari bu kabi holatlarni aniqlash biroz qiyinroq edi. Endi esa Davlat soliq qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va pensiya fondi o'rtasidagi elektron ma'lumot almashinuvi tufayli farzandingizning ishga joylashgani avtomatik tarzda qayd etiladi. Agar siz bu haqda pensiya fondiga xabar bermasangiz, sizga noto'g'ri to'lovlar hisoblanib, oshiqcha olingan mablag'larni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi Dilfuza opa ism o'zgartirilgan, o'g'li kollejni bitirib, ishga kirgandan so'ng ham unga 6 oy davomida o'quvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa berilishda davom etgan. Pensiya fondi ma'lumotlar bazasini yangilash jarayonida bu holat aniqlandi va Dilfuza opadan 3 million so'mga yaqin oshiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talab qilindi. Bu holatda agar Dilfuza opa o'g'li ishga kirishi bilan pensiya fondiga xabar berganda edi, bunday muammolar yuzaga kelmasdi. Ikkinchi misol, qo'shimcha daromad manbalari. Agar siz pensiyaga chiqqandan so'ng qandaydir kichik biznes bilan shug'ullana boshlasangiz, masalan, dehqonchilik mahsulotlarini sotish, uyda hunarmandchilik qilish va bundan daromad olsangiz, bu daromadlar sizga berilayotgan qo'shimcha ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizga faqatgina mehnat stajiga asoslangan pensiya tayinlangan bo'lsa, qo'shimcha daromadingiz pensiya miqdoriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq agar
siz kambag'al oila sifatida yoki boshqa ijtimoiy mezonlar asosida qo'shimcha yordam yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, yangi daromad manbai bu yordamni olib qo'yishga yoki miqdorini kamaytirishga olib kelishi mumkin. Misol uchun Andijon viloyatida yashovchi Rustam aka ism o'zgartirilgan pensiyaga chiqqach, o'zining kichik hovlisida pomidor va bodring yetishtirib, mahalliy bozorga sotishni boshladi. Uning daromadi dastlab kam bo'lgani uchun u bu haqda hech kimga xabar bermadi. Ammo bir yildan so'ng u juda yaxshi hosil olib, daromadi sezilarli darajada oshdi. Uning mahalla qo'mitasi orqali kambag'al oila sifatida olib kelayotgan qo'shimcha nafaqasini qayta ko'rib chiqish jarayonida uning daromadlari haqida ma'lumotlar aniqlandi. Natijada unga belgilangan qo'shimcha nafaqa bekor qilindi va oxirgi 6 oy davomida oshiqcha to'langan erta qaytarilishi talab qilindi. Bu esa Rustam akaga katta moliyaviy yuk bo'ldi. 3-misol, ko'chish yoki mulk holatidagi o'zgarishlar. Agar siz boshqa viloyatga yoki davlatga doimiy yashash uchun ko'chib o'tsangiz, bu ham pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi bir pensiya turlari yoki qo'shimcha imtiyozlar faqat ma'lum bir hududda ro'yxatdan o'tgan fuqarolarga berilishi mumkin. Shuningdek, agar sizga yaqin qarindoshlar tomonidan katta miqdordagi mulk, masalan, kvartira, yer uchastkasi, qimmatbaho mashina sovg'a qilingan bo'lsa va bu sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilasa, bu ham siz olib kelayotgan ijtimoiy yordamlarga ta'sir qilishi mumkin. Namanganlik Zamira buvi ism o'zgartirilgan yolg'iz. Kam ta'minlangan pensioner sifatida mahalladan doimiy moddiy yordam olardi. Uning xorijda yashovchi jiyani Zamira uyga kichik bir kvartira sotib olib berdi. Bu esa buvisining mulkini sezilarli darajada oshirdi. Buvisining bilimsizligi tufayli bu o'zgarish haqida hech kimga xabar berilmadi. Bir necha oydan so'ng mulk obyekti egalik huquqi qayd etish tizimidan olingan ma'lumotlar asosida uning moddiy holati yaxshilangani aniqlandi va u endi kam ta'minlangan pensioner maqomiga mos kelmasligi sababli mahalladan beriladigan yordam to'xtatildi. Xulosa qilib aytganda, kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan, quyidagi toifadagi pensionerlar o'z ahvolini doimiy ravishda kuzatib borishlari va har qanday o'zgarish haqida xabar berishlari kerak. Bir bo'g'uvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oluvchilar, ayniqsa ular qaramog'ida bo'lgan shaxslarning bolalar turmush o'rtog'i iqtisodiy holati o'zgarganda, nogironlik nafaqasi oluvchilar, ayniqsa ularning nogironlik guruhi o'zgarganda yoki ish qobiliyati tiklanganda, garchi bu holat pensiya fondi tomonidan doimiy nazorat qilinadi. O'tib, kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlik asosida qo'shimcha nafaqalar, moddiy yordamlar yoki imtiyozlar oluvchilar, ularning daromadlari mulki yoki oila tarkibidagi har qanday o'zgarish to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Chekka hududlarga ko'chib o'tgan yoki aksincha shaharga kelgan pensionerlar. Chunki ayrim imtiyozlar hududiy asosga ega bo'lishi mumkin. Kimlar esa unchalik tashvishlanmasligi mumkin. Asosan mehnat staji va to'langan sug'urta badallariga asoslanib, faqatgina yoshga doir pensiya oluvchi pensionerlar. Ularning qo'shimcha daromadlari yoki oila tarkibidagi o'zgarishlar odatda pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Ammo hattoki ular ham pensiya olish tartibi yoki shartlari bilan bog'liq yangiliklardan xabardor bo'lishlari zarar qilmaydi. Masalan, ishlashda davom etayotgan pensionerlar uchun ham qoidalar vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Endi esa qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan holatlar haqida so'z yuritsak. Istisnolar. Ba'zi daromadlar pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin. Misol uchun bir daniga olingan bir martalik moddiy yordamlar yoki ma'lum bir summadan oshmaydigan sovg'alar odatda doimiy daromad manbai sifatida hisoblanmaydi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan ba'zi turdagi kompensatsiyalar yoki tibbiy yordam bilan bog'liq to'lovlar ham ijtimoiy nafaqalarni hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Ammo bu holatlar juda aniq belgilangan va bular bo'yicha har doim pensiya fondidan yoki mahalla fuqarolar yig'inidan aniqlik kiritish lozim. Taxminlarga tayanmang. Kutilmagan holatlar va nozik jihatlar bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi tamoyili. Qonunlarni, qoidalarni bilmaslik sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun har bir pensioner o'ziga tegishli qoidalardan xabardor bo'lishi shart. Bu ayniqsa kam ta'minlanganlik asosida yordam oluvchilarga taalluqli. 2-3 shaxslarning harakatlari ba'zan pensiya olayotgan kishining hisobini yaqin qarindoshi yoki ishonchli vakili boshqarishi mumkin. Agar bu shaxs xatolikka yo'l qo'ysa
yoki bilmagan holda noto'g'ri ma'lumot bersa, javobgarlik baribir pensionerning o'ziga yuklatiladi. Shuning uchun ishonchli vakil tanlashda ehtiyot bo'ling va uning harakatlarini nazorat qilib turing. O'tuv raqamli tafovut. Hozirgi kunda ko'pgina ma'lumotlarni internet orqali tekshirish yoki taqdim etish imkoniyati mavjud. Ammo yoshi ulug' kishilarning hammasi ham kompyuter yoki smartfonlardan foydalanishni bilmasligi mumkin. Bu esa ularning ma'lumotlarining o'z vaqtida yangilanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu holatda albatta yordam so'rashdan tortinmang. Dot hisobot muddatlari har bir o'zgarish haqida xabar berishning o'z muddatlari bor. Misol uchun, ba'zi o'zgarishlar haqida 10 kun ichida, boshqalari esa 10 oy ichida xabar berish talab qilinishi mumkin. Bu muddatlarga rioya qilmaslik ham muammolarni keltirib chiqaradi. 5 vaqtinchalik daromadlar. Ba'zan pensioner bir martalik, katta bo'lmagan ishdan pul topishi mumkin. Bu daromad qanday hisoblanadi? U doimiy daromad sifatida baholanadimi yoki yo'qmi? Bunday holatlarda albatta pensiya fondiga murojaat qilib aniqlik kiritish kerak. Ba'zi vaqtinchalik daromadlar sizning ijtimoiy yordamingizga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin buni rasman tasdiqlash muhimdir. 6. Mahalla qo'mitasining roli. Hozirgi kunda mahalla fuqarolar yig'inlarining vakolatlari va mas'uliyatlari oshirilgan. Ular kam ta'minlangan oilalarni aniqlash, ularning moddiy ahvolini o'rganish va o'zgarishlarni qayd etish bo'yicha muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun mahalla faollari sizning holatingizni muntazam o'rganib borishi mumkinligini unutmang. 7. Davlat idoralarining ma'lumot almashinuvi. Yuqorida aytib o'tganimdek, hozirgi kunda Soliq qo'mitasi, Kadastr agentligi, FVV, EI va boshqa ko'plab idoralar o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu degani sizning mulkingiz, transport vositangiz, ishingiz, daromadlaringiz, hatto chet elga chiqib kelganingiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda pensiya fondiga yetib borishi mumkin. Bu esa har bir fuqarodan o'z holatiga nisbatan yanada mas'uliyatli bo'lishini talab qiladi. Ya'ni hech bir o'zgarish davlat nazaridan chetda qolmasligi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatda har bir pensioner nima qilishi kerak? Siz uchun aniq va tushunarli amaliy maslahatlar beraman. Birinchi qadam, ma'lumotlaringizni tekshiring. O'zingizga berilgan pensiya turi va har qanday qo'shimcha nafaqalar, imtiyozlarning shartlarini qaytadan ko'rib chiqing. Sizga nega aynan shu miqdorda pensiya yoki nafaqa tayinlanganini aniq biling. Agar biron bir qo'shimcha ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, uning mezonlari nima ekanligini yaxshilab o'rganing. Ikkinchi qadam, o'zgarishlarni darhol xabar bering. Agar sizning hayotingizda quyidagi o'zgarishlar yuz bersa, imkon qadar tezroq tegishli tashkilotlarga xabar bering. 1. Ishga joylashdingiz yoki aksincha ishdan bo'shadingiz. 2. Qo'shimcha daromad manbai paydo bo'ldi. Masalan, kvartira ijaraga berish, doimiy dehqonchilikdan daromad olish. 3. Oilangiz tarkibida o'zgarish bo'ldi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun farzandining voyaga yetishi va ishga joylashishi, turmush o'rtog'ining vafoti. 4. Boshqa joyga doimiy yashashga ko'chib o'tdingiz. Boshqa viloyatga, boshqa davlatga. 5. Sizga katta miqdordagi mulk, kvartira, uy, avtomobil sovg'a qilindi yoki siz mulk egasi bo'ldingiz. 6. Sog'lig'ingizdagi jiddiy o'zgarishlar tufayli nogironlik guruhida o'zgarish yuz berdi. 3-qadam, qayerga murojaat qilish kerak? 1. Asosiy pensiya masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlariga. 2. Kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq nafaqalar uchun mahalla fuqarolar yig'inlariga, shuningdek Xalq bankining tegishli bo'limlariga. Ayrim turdagi nafaqalar uchun ijtimoiy himoya yagona reyestri, axborot tizimi orqali murojaat qilinadi va bu tizim mahalla orqali ham ishlaydi. 3. Vaziyatga qarab. Kadastr agentligi, mulk o'zgarishi, Davlat soliq qo'mitasi. Daromadlar 4-qadam, qanday hujjatlar kerak bo'ladi? O'zgarish turiga qarab hujjatlar ro'yxati farq qiladi, lekin asosan quyidagilar talab qilinadi. 1. Pasportingiz. 2. Pensiya guvohnomasi. 3. O'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar. Misol uchun, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, tug'ilish guvohnomasi, o'lim to'g'risidagi guvohnoma, ishga joylashish to'g'risidagi buyruq yoki mehnat shartnomasi. Mulkni sotib olish, sovg'a qilish shartnomasi, yashash joyini o'zgartirish haqidagi ma'lumotnoma. 5-qadam. Nima yozish kerak? Odatda sizdan erkin shakldagi ariza yozish so'raladi. Bu arizada siz yuz bergan o'zgarishni aniq bayon etishingiz, sanasini ko'rsatishingiz va iloji bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilishingiz kerak.
Misol uchun men, ismingiz, familiyangiz, pasportim seriyasi va raqami. Yashash manzilim manzil. Sanadan boshlab qaysi o'zgarish yuz bergani haqida xabar beraman. Ushbu o'zgarishlar munosabati bilan pensiyam, nafaqam qayta hisoblanishini yoki uning miqdori qayta ko'rib chiqilishini so'rayman. Ilovada hujjatlar ro'yxati. 6-qadam yordam so'rashdan tortinmang. Agar sizga yuqoridagi jarayonlar murakkab tuyulsa, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ular sizga hujjatlarni to'plashda yoki arizani yozishda yordam bera oladilar. Davlat xizmatlari markazlari ham shu kabi masalalarda konsultatsiya berishi mumkin. Eng asosiysi muammoga duch kelishdan oldini olishdir. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, hurmatli pensionerlar, bugungi kunda pensiya tizimida shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlar sizning mas'uliyatingizni oshiradi. Ammo ayni paytda sizni noto'g'ri to'lovlar bilan bog'liq muammolardan va ularning oqibatlaridan himoya qiladi. O'zingizning turmush sharoitingizdagi har qanday o'zgarish haqida o'z vaqtida xabar berish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni kutilmagan qiyinchiliklardan himoya qilasiz. Unutmang, o'z vaqtida berilgan ma'lumotlar kelajakdagi muammolarning oldini oladi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan shaxsiy holatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham juda qiziqarli va foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz sizga doimo foydali va muhim ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.